Muhammadjonov Qudratbek Ulug'bek o'g'li 2002-yil Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida tug'ilgan. Muhandislik bo'yicha eng yaxshi g'oya, eng yaxshi loyiha va eng yaxshi ixtiro respublika ko'rik-tanlovi va eng yaxshi loyiha yo'nalishi talaba kategoriyasida 3-o'rin g'olibi. G'oya nomi qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida havodan ichimlik suvi olish texnologiyasi, ichimlik suvi tanqis hududlar uchun avtonom suv olish texnologiyasi. 2022-yil Mirzo Ulug'bek vorislari respublika bosqichi g'olibi. 2022-yil Yil talabasi tanlovining yilning eng yaxshi ixtirochi innovator talabasi nominatsiyasi respublika bosqichi g'olibi. 2024-yil Texnovays texnologik rivojlanish marafoni texnologik yechim nominatsiyasi respublika bosqichi g'olibi. 2024-yildan Farg'ona davlat texnika universitetining iqtidorli talabalarni ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi muhandisi lavozimida ishlab, ilmiy tadqiqotlar olib borish va talabalarning ilmiy faoliyatlarini rivojlantirishda faol ishtirok etib kelmoqda. 2020-2024 yili Farg'ona politexnika instituti energetika fakultetining bakalavr bosqich talabasi. Hozirda Farg'ona davlat texnika universitetining magistranti. Men ishlab chiqqan loyiha ichimlik suvi tanqis bo'lgan hududlarda ichimlik suvi bilan ta'minlash qurilmasi. Ushbu qurilmamiz quyosh energiyasi asosida havodan ichimlik suvi olish funksiyasiga ega. Ichimlik suvi tanqis bo'lgan hududlardagi aholilarga ichimlik suvi yetkazib berish maqsad qilib olganmiz va bu qurilmamiz iste'molchilarga kunlik ehtiyojini qoplash uchun 40 litrdan 60 litrgacha ichimlik suv bera olish qobiliyatiga ega. 2022-yilda ushbu qurilmaning loyihasi o'ylangan va ishlab chiqilgan va ko'plab tanlovlarda ishtirok etilgan. Misol uchun Mirzo Ulug'bek vorislari respublika ko'rik-tanlovida ham ishtirok etilgan 2022-yil. Ushbu tanlovda ham faxrli birinchi o'rinda olingan. USAID Amerika agentligi tomonidan o'tkazilgan Qoraqalpog'istonda Nukus hududida Climate Smart Business Incubator loyihasida ishtirok etganmiz. Ushbu loyiha doirasida eng yaxshi loyiha sifatida ham ushbu qurilmamiz e'tirof etilgan hamda moliyalashtirish mablag'lari ajratilgan. Undan keyin 2023-yil INNEX inkubatsiya akseleratsiya dasturida ushbu qurilmamiz bilan ishtirok etdik hamda ko'plab tadqiqot ishlarini olib bordik. Universitetimiz rektori O'ktam Rahimov Salomov tashabbuslari bilan ushbu loyihamiz universitetning tijoratlashtirish mablag'laridan moliyalashtirildi. Moliyalashtirilgandan so'ng biz 2023-yil ushbu qurilmaning ilk prototipini ishlab chiqdik. Bizning eng katta yutug'imiz ushbu qurilmamiz Farg'ona vodiysi iqlim sharoitida 7 litrdan 10 litrgacha ichimlik suv olish qobiliyatiga ega. Kelgusida yanada bu qurilma bo'yicha ishlarni olib bordik. Undan keyin 2024-yil Green Spark xalqaro tanlovida faxrli 3-o'rinni olib $5000 miqdorida grant mablag'lariga ega bo'ldim. Bu ham qurilmamizda kelgusi jarayonlariga katta yutuq sifatida qaraldi. 2025-yili o'tkazilgan eng yaxshi muhandis respublika ko'rik-tanlovida eng yaxshi loyiha nominatsiyasida faxrli 3-o'rinni oldim. Bu ham eng katta yutuqlarimizdan biri bo'ldi ilmiy jamoamizning. O'zbekistonning Farg'ona viloyatida joylashgan Politexnik bilimgohi o'quvchisi Brilliant Tech Water uskunasini ixtiro qildi. Talaba Qudratbek Muhammadjonov ustozi yordami bilan 10% namlik bo'lgan hududning havosidan suv olish texnik uskunasini yaratdi. Qudratbek yaratgan qurilma mahalliy xom ashyolardan tayyorlangan. Uning bu texnikasi hozircha 24 soat davomida ishlab 5-6 litr suv ishlab chiqarishi mumkin. Ochig'i, yosh ixtirochining bu qurilmasi tillarga tushdi. Talabgorlar ham ko'paydi. Nafaqat yutuq, bu balki mas'uliyat ham degani, chunki ushbu tanlov respublika miqyosida prezidentimizning tashabbusi bilan, prezidentimizning farmoni bilan o'tkazildi. Bu aynan muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning iqtidorli yoshlarga, muhandis yoshlarga qaratayotgan eng katta e'tiborlardan biri. Bugungi kunda prezidentimiz muhandis yoshlarga juda katta imkoniyatlar yaratib beryapti. Bulardan juda ko'p misollar keltirish mumkin. Misol 2024-yilda har bitta oliy ta'lim muassasasida muhandislik tanlovlari o'tkazildi. Ya'ni oliygoh kubogi doirasida muhandislik sohalarining eng
bugungi kunda dolzarb bo'lgan eng takomillashtirilgan, hozir dunyo tan olayotgan muhandislik sohalari bo'yicha sun'iy intellekt asosida innovatsion loyihalarni joriy etish yo'nalishida, kiber xavfsizlik muhandislik sohalarida hamda robotexnika va mexatronika, dron, racing yo'nalishlarida juda katta tanlovlar o'tkazildi. Misol uchun, Farg'ona davlat texnika universitetida sun'iy intellekt asosida innovatsion loyihalarni joriy etish mavzusida hackathon tanlovimizda 125 nafar iqtidorli talabalar ishtirok etdi hamda ular 3 kun davomida hackathon doirasida o'zlarini g'oyalarini MVP darajasiga olib chiqdi va 95 nafari ekspertlar guruhiga taqdimot qilib o'zlarining loyihalarini ijobiy fikrlar oldi. Ulardan 3 nafari universitetimiz rahbariyati tomonidan rag'batlantirildi. Universitetimiz rektori O'ktam Rahimov Salomov yaratib bergan shart-sharoitlar natijasida muhandislik respublika ko'rik-tanlovida final bosqichiga 22 nafar universitetimizning yosh olimlari, iqtidorli talabalari hamda professor o'qituvchilari final bosqichiga chiqdi. Eng quvonarlisi, O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari orasida Farg'ona davlat texnika universiteti eng ko'p g'olib bo'lgan universitet sifatida e'tirof etildi hamda g'oliblar soni 9 nafarni tashkil etadi. Albatta, har bir muvaffaqiyatga erishayotgan yosh iqtidorli yoshlarni ortida juda katta bilim va ko'nikmaga ega bo'lgan ustozlar turadi. Meni ham shu muvaffaqiyatlarimga erishishimda, katta yutuqlarga erishishimda hamda nufuzli joylarda yurishimda sababchi bo'layotgan ustozlarim bor. Energetika muhandislik fakulteti dekani Mirsoli O'zbekov ustozimiz doim yordam beradi loyihalarimizda. Energetika muhandislik fakulteti zamdekani Boynazar Begzodjon ustoz doim tanlovlarda ishtirokimiz davomida keyin ungacha bo'lgan jarayonlarda birga ishlaydi, soatga qaramaydi. Ertalab boshlaganmiz 8-9 da ish faoliyatini boshlagan bo'lsak, tuni bilan ishlab 4 gacha qolib birga loyihalar ustida ishlagan paytlarimiz bo'lgan. Bundan tashqari qolgan yutuqlarga erishishimizda ham ko'p ustozlar yordam bergan. Ulardan Xoliddinov Ilhomjon ustoz doim yordam berib keladi. O'zini to'g'ri yo'nalishlarda ko'rsatib, o'zini bilim va ko'nikmalarini ulashib, bundan tashqari doimo bizga yordam berib, ham ma'naviy, ham ruhan, ham iqtisodiy tomondan dalda berib yordam berib kelayotgan ustozimiz O'ktam Rahimov Salomov ustoz doimo bizga to'g'ri yo'l ko'rsatib kelmoqda hamda sharoitlar yaratib bermoqda. Hozirgi kunda iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limida ishlayapman. Bundan tashqari prezidentimiz farmoni bilan universitetimizda ochilgan startap markazi rahbar sifatida faoliyat olib boryapman. Kelajakda men ilmiy ishimni davom ettirib, doktorantura o'qib, PhD, DC darajasiga ega bo'lib, shu universitetimizda ish faoliyatimni olib bormoqchiman. Prezidentimiz tomonidan juda katta sharoitlar yaratib berilgan va bu sharoitlardan faqatgina foydalanish kerak. Chunki har bitta yoshni g'oyasi uchun bugun elektromobil berilyapti. Misol, o'zimizda Farg'ona davlat texnika universitetida g'olib bo'lgan talabamiz Valixonov Ilyosbek ham eng yaxshi g'oya nominatsiyasida birinchi o'rinni olib elektromobil sohibi bo'ldi. Ya'ni prezidentimiz bitta yoshni eng yaxshi g'oyasi uchun elektromobil beryapti. Bu olimpiada miqyosidagi sovrin hisoblanadi va bu juda katta yoshlarimizga qaratilayotgan e'tibor va ishonch desak bo'ladi. Nafaqat respublika miqyosida, balki o'zimizda Farg'ona davlat texnika universiteti miqyosida ham ko'rishimiz mumkin. Rektorimiz O'ktam Rahimov Salomov ustoz tomonidan bugun 24 dan ortiq spin-off korxonalar tashkil etildi. Spin-off korxonalarda o'zimizda iqtidorli talabalarimiz borib ishlashlari mumkin, o'zlarining g'oyalarini u yerda amaliyotga joriy etish uchun prototiplarini, ilk namunalarini ishlab chiqarishi hamda u yerda o'zlarining sohalari bo'yicha yetuk mutaxassis sifatida chiqishi uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. Darslarda nazariy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lib, korxona va zavodlarga borib, o'zlarining mutaxassisliklari bo'yicha amaliyotlarni o'tashyapti. Dual ta'lim tizimida ular birgalikda korxonadagi mutaxassislar bilan ishlab, o'zini sohasini
yetuk mutaxassisi bo'lishiga bu juda katta yordam beryapti.